Assalamu alaykum, hürmetlik savaqdaşlar. Tayyiba dersxonamizga hoş geldinglar. Hazır biz Arap tili tercüme dersligimizning 3-chi dersini başlaymiz. Hamda bugungi dersimizde biz oldi bilan ilanning ma'nolari bilan tunishib chiqamiz. Hamda ilanning 3 xil ma'nosi bor. Ko'p qo'llanadigan 3 xil ma'nosi bor. Buning asosiy ana ma'nosi birinchisi biz hozir qadar o'rganib kelgan Geçe kadar degan ma'nosi shu. Ya'ni biz buni arab tilida al-intiha yoki intihaul g'oya, oyoqlash nuqtasi yoki maqsadninki oyoqlash nuqtasi deganga o'xshagan so'zlar bilan ifodalaymiz. Endi Uyg'ur tilimizda bu intiha bo'lib kelgan nima deb tarjima beramiz? Gicha. Masalan, tunugungi biz ilgirki darslarimizda minni tushuntirgan vaqtda so'zlab o'tgandek, masalan, sirtu minel beyti ila babil masjid. Uydan masjidning ishkigacha mangdim deganga o'xshagan. Bu yerdagi g'icha nimani bildiradi? Ilanning intiha, ya'ni g'oyaninki oyoqlash nuqtasini bildiradi. Buningga g'icha degan ma'nolarni bilamiz. Bu ilanning asosiy ana ma'nosi. Endi bu oyoqlashish meyli urunning oyoqlashi olsun, ma'lum urunga yetkendeki oyoqlashi olsun, yoki meyli ma'lum vaqtga yetkendeki oyoqlashi olsun, her ikkilisini o'z ichiga oldi. Urun ravishi va vaqt ravishini o'z ichiga oldi. Masalan, bunga Qur'oni Karimda misollarni ko'rsak, oyatlardan urundaki g'oyaninki, nishonninki oyoqlashqini bildirgani biz ilgirki saatlik derslerimizde minning misalini o'qigan Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Muhammed Aleyhisselam'ın, yani özünün bendisi Muhammed Aleyhisselam'ın keçide Mescid-i Haram'dan başlap Mescid-i Aqsa'gacha sayra qıldırgan Allah paktor. Bu ayetteki minninki biz ilgirki dersimiz düşünüp öttük. Din başlap degan ma'nosi bor. Yani ibtida ma'nosi va ilanning bir g'oyaninki mengishdan sayr qildirishdan iborat bir g'oyaninki tugalligini ifodalab beradigan ma'nosi bor. Biz buningga nima tarjima beramiz? Kecha degan tarjimalarni beramiz. Ya'ni Masjidil Haramdan Masjidil Aqsa'gacha kechada o'zining bandasini sayr qildirgan Allah paktor deganga o'xshagan. Mana bu yerda bu ilanning intiha g'oyaninki oyoqlash ma'nosi urun ravishininki oldiga kirdi. Mescid-i Aqsa degan bir urun ravishning. Endi bu vaqt ravishining mucho oldiga kiradi. Masalan, "Thumma timmus qiyama ila al-layl." Sizlar ro'zini kecha kirgan qadar, ya'ni shu sham namozi bo'lgan qadar, kecha kirgan qadar qanday qilinglar? To'liq tutinglar degan oyat karimadagi ilamu bu vaqt ravishining mucho oldiga kirdi. Kecha deganga o'xshagan. Buning misoli ayet ko'p. Masalan, "Ma nimtu ila muntasafil layl." Kechining 20 geçili qanday qilmadim, uxlamadim. Demak, bu meyli urun bo'lsin, meyli vaqt bo'lsin, ravishlarning beshiga kirib, gicha degan ma'nosini beramiz. Bu birinchi ma'nosi, intiha ma'nosi. Endi ikkinchi o'xshamaydigan ma'nosi qaysi deganda, ilanning musahaba ma'nosi bor. Musahaba degan nima deganda, xuddi ma'aga o'xshash. Ma'aga nim deb ma'no versak, musahaba degan hamallam shu ma'no beramiz. Ya'ni billah degan ma'no beramiz. Bunun misollarni aytib ko'p. Masalan, "Xuz kitabi ila kitabik." Kitabimni sening kitobing bilan billa ol. "Xuz amwali ila amwalik." Mening mal dunyo pullarimni sening mal dunyolaring bilan billa ol. Bunun Qur'on Karimda bo'lgan misoli, bu Qur'on Karimda ko'p ishlatilgan. Masalan, "Va la ta'kulu amwalahum ila amwalikum." Ularning mallarini sizlarning mallaringlarga yemanglar emas, ya'ni buningga intiha g'aqa degan ma'nosini bezak tushmaydi. Nima ma'nosini beramiz? Musahaba ma'nosini, ma'a ma'nosini beramiz. Sizlar ularning mallarini o'zinglarning, ya'ni sizlarning mallaringlarga qo'shib, ya'ni sizlarning mallaringlar bilan billa yevamanglar. Ularning mallarini sizlarning mallaringlar bilan birga qanday qilmanglar? Yevamanglar. Mushayat ilanning ma'nosi ma'a. Xuddi mushayat ma'a ba'dikidek tarjima qilamiz. Bu ikkinchi ma'nosi. Üçüncü ma'nosi ilanning ayni ma'nosi va bu biraz azroq ishlatiladi.
Bunun misalları mesela el cevvalu ahabbu ileyye minel hasub. Telefon mening nazrimda menga nisbatan kompüterden qanda yaxshiroq, suyumliroq deganga o'xshagan. Buning Qur'on Karimda bo'lgan misoli Yusuf alayhissalomningki Qur'on Karimda bayon qilingan so'zi qala robbis sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Endi endi ma'nosi so'radi. Aldılan bu indininki ma'nosi azroq izohlayli. Indining ma'nosi so'radi deganda indininki bir urun ravishinin qashirkaga vaqtida qishida, yenida degan ma'nosi bor, ammo bir shaxsga uylangan vaqtida. Masalan, indak degan o'sha vaqtda buningmi yenimda, qishimda degan ma'nosi bor. Endi bu yerda maqsad qilingan ma'nosi nima deganda, mening nazarimda, mening qarashimda degan ma'nosi bor. Bu fiqh kitoblarda ko'p uchraydi. Masalan, inda bi Hanifa desa, bi Hanifining nazarida, inda Imom Malik, Imom Malikning nazarida, Imom Malikning qarashida deganni bildirdi. Demak, nazarida, qarashida degan ma'nosi bor. Bu yerdeki ilanınki aynı ma'nosi bor degan gap dal shu nazarda qarshida degan ma'nosini maqsad qilmoqchi. Masalan, Yusuf alayhissalom dedi: "Ey Rabbim, as-sijnu turma ahabbu suyumlikroq ilayya." Mening nazarimda, ya'ni menga degani bir g'oyaning ayg'ilashganlik emas, mening nazarimda demakchi. Mening nazarimda turma menga suyumlikroq, ular meni chaqirgan narsadan. Ular meni chaqirgan gunoh ma'siyatdan menga turma suyumlikroq. Bu yerdeki ilanın indi, yani bana göre, bana nispeten degan ma'nosi var. Mana bu ilanın asası köp kullanılan 3 xil ma'nosi. Endi sizlar bu ma'noni tushungan bo'lsanglar, tuandagi mashqning yuqorida so'zlangan ma'nolarga asosan tutashtirasizlar. Masalan, birinchisi men ansori ilalloh. Kim menga Alloh bilan, ya'ni Alloh bilan Allohning diniga yordam qilishda kim menga yordamchi bo'ladi? Allohga emasa bu yerda musahaba ma'nosi bor. Alloh bilan degan gap Allohga xizmat qilishda demakchi. Allohning yo'lida xizmat qilishda menga kim yordamchi? Mo'shunga o'xshagan boshqa ikki ma'noni o'zingizlar tepib tutashtirib boqinglar. Endi bugungi darsimizdagi ikkinchi mazmun hatta. Hatta. Endi hattaning nima ma'nosi bor deganda, hattaningki 3 xil ma'nosi bor. Buning tunji ma'nosi intiho ma'nosi bor. Xuddi ilanın intiho ma'nosi bor, to'g'ri, shuning o'xshash. Masalan, buning misollarini aytib ko'p. Masalan, lan akhruja minal bayt hatta tashriqa ash-shams. Men uydan chiqmayman hatta tashriqa ash-shams. Kun chiqqanga qadar. Demak, bu yerda bir g'oyaninki tugalligini, ya'ni kundan chiqishdan iborat g'oyaninki tugalligini ifodalaydi. Buningga g'aqa gaka degan tarjimani beramiz. Buning misoli Qur'on Karimdan salamun hiya hatta matla'il fajr. Bu qadr kechasi tinchlik bo'ladi hatta matla'il fajr. Tong otqanga qadar. Demak, bu yerda bu qadargacha. Bu yerning ila ma'nosi bor. İkinci ma'nosi hattaning vav ma'nosi bor. Vav ma'nosi degan gap voning ma'nosi bor. Voning asosli ma'nosi nima? Atfi, bog'lash ma'nosi bor. Demak, hattaning vav ma'nosi bor degan gap hattaning ikkinchi qilib bog'lash. Keyindan kelgan so'zni ilgirki so'zga qanday qilish? Bog'lash. Hukmda bog'lash ma'nosi bor. Masalan, matan nasu hatta al-anbiya'u. Kishilar o'ldi. Hatta payg'ambarlar qanday qildi? O'ldi deganga o'xshagan. Demak, o'ldi degan bu hukmga payg'ambarlar qanday qildi? Qo'shdi. Endi buni misol qarab boqadigan bo'lsak, kharajan nasu hatta al-atfal. Xuddi kharajan nasu wal atfal deganga o'xshash. Al-atfalni nasx qanday qildi? Bog'lab berdi. Mushaga hattani o'rniga vona kesakmicho, yana shu bog'laydi. Demak, voningki ma'nosini ifodalaydi deymiz. Kishilar chiqdi, kishilar va kim chiqdi? Bolalar chiqdi deganga o'xshagan. Endi 3-chi ma'nosi hattaning ta'lil, sabab ma'nosi bor. Ya'ni kayga o'xshash sabab ma'nosi bor. Masalan, ijtihad hatta tanjah. Tirishqin imtihondan o'tishing uchun, utuq qozonishing uchun. Demak, bu yerda illatni ifodalab, xuddi ijtihad kay tanjah deganga o'xshash. Kayga o'xshash ma'nosi bor. Masalan, numtu hatta astariha. Orom olishim uchun qanday qildim? Uxladim. Nimtu kay astariha deganga o'xshash. Buni tushungan bo'lsanglar, tuandagi mashqni shuningga asosan tutashtirasizlar. Masalan, birinchi o'rnak qilib berdim men. Akaltu samak hatta ra'saha
Biliqni yedim, uning beshini cho yedim. Demak, yesh degan bu hukmning ichiga hattodan keyingi so'z qanday ketdi? Kirib ketdi. Demak, bog'lab berdi bu. Bog'lab bergan hamallam, atf qilgan hamallam, buni nima ma'nosi deymiz? Vav ma'nosi deymiz. Endi bugungi darsimizdagi 3-chi mazmun anning ma'nosidan tanishib chiqamiz. An. Anning qancha xil ma'nosi bor deganda, anningki 6 xil ma'nosi bor. Bunun asaslık ma'nosi qaysi deganda, asaslık ma'nosi dintin degan ma'nosi bor. Unda bo'lsa, bu min bilan anning qanday farqi bor deganda, ikkisining mohiyatda o'xshamaydi. Gerçi ikkilisiga biz Uyg'ur tilimizda dintin degan tarjimani bersakmi, asosiy ma'nosida, lekin bu mohiyat qanday qilmaydi, o'xshamaydi. Masalan, minninki dintin degan ma'nosi bor, lekin boshlash xarakterliki. Masalan, sirtu minal bayti ilal madrasa. Öyden başlap mektep kadar qanday qildim? Mangdim. Demek bu yerdeki öyden mektep kadar mangdim desem, din degan ma'nosini berdim. Bu yerda bir boshlash degan bir shu uqum bor. Ammo anning cho'si asosiy ma'nosi din, ammo buningki boshlash emas. Nima unda bo'lsa, mujovaza deymiz arab tilida. Bir yerdan o'tib ketish, bir o'tib ketish uqumini ifodalaydi. Masalan, başlash hukmi emas. Masalan, ajaztu an hal hadhihi al-mas'ala. Bu masalani hal qilishdan qanday qildim? Ojiz keldim. Degan qo'shma. Din deymiz, ammo bu masalani hal qilishdan boshlab degan boshlash hukmi bormi? Yo'q. Din degan ma'nosi bor, lekin buni boshlash hukmi yo'q. Deydi, birinchi ma'nosi buning mujovaza. O'tib ketish degan ma'nosi bor, lekin hamda buni tushunishda din ma'nosi bor, lekin boshlash hukmi emas. Masalan, ramaytu as-sahma 'anil qaws. O'qni nichaqdan qanday qildim? Otdim. Balki anninki nichaqdan otdim, o'tib ketish. O'q nerdan o'tdi? Nichaqdan o'tdi. Shunga o'xshagan. Ikkinchi ma'nosi anninki ba'di ma'nosi bor. Ba'di ma'nosi bor. Buning misollari ko'p. Masalan, Qur'on Karimda amma qalilil yusbihuna nadimin. Mishadiki amma qalil desak, nima deb tarjima qilamiz? Xuddi shu ba'da ba'diki o'xshashlar. Ba'dama qalil yusbihuna nadimin. Bir az vaqtdan keyin sizlar pushaymon qiluvchi bo'lasizlar. Demak, bir keyin, bir az vaqtdan keyin ba'dama qalil. Asl Qur'on Karimda amma qalil, ammo bu yerdagi anning ma'nosi ba'da. Masalan, yine Qur'on Karimda buning misoli la tarakabunna tabaqan an tabaq. La tarakabunna degan gap o'zgarib turasizlar, ya'ni yo'tkilib turasizlar bir tabiqadan keyin yana bir tabiqaga, ya'ni bir holatdan keyin yana bir holatga qanday qilib turasizlar, o'zgarib turasizlar. Gohida boy, gohida namrat, gohida o'xshamagan shaklda qanday qilib turasizlar, o'zgarib turasizlar. Bu yerdagi bu annanki dintin emas, keyin yana bir holatdan keyin yana bir holatga qanday qilib turasizlar, o'zgarib turasizlar. Ya'ni keyin degan tarjimani beramiz. Dintin emas. Uchinchi ma'nosi ala ma'nosi bor. Annanki ala, ya'ni isti'loda matayimiz ala ma'nosi deymiz. Hammasi bir gap. Alaning ma'nosi gaka ustida degan ma'nosi bor. Bu vaqtda bunga anga ga degan yoki gaka degan tarjimasini cho beramiz. Masalan, Qur'on Karimda va may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Kimiki baxillik qiladi ekan, fa innama yabkhalu an nafsihi. Faqatlam an nafs o'zidan baxillik qildimi? Yo'q. Buningga din ma'nosi, mujovaza ma'nosini bersak cho qamlashmaydi. Özünün keyin ma'nosimi, ma'nosi biramdoq keyin ma'nosini yo'q, bu qamlashmaydi. Faqat buningga ala ma'nosi qamlashadi. Kimiki baxillik qiladi ekan, faqatlam o'ziga, ala nafsi, o'ziga qanday qiladi? Baxillik qiladi. Mushu bo'yicha. To'rtinchisi anning illatni bayon qilish, sabab ma'nosi bor. Men bu yuqorgi darslarda deb o'tib ketgan ta'lil ma'nosi bor desa, buni nima deb tarjima beradiq? Uchun sabablik tüpeyli degan ma'nolarni bilamiz. Buni Qur'onda bo'lgan misoli va ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Mushriklar nima dedi? Va ma nahnu amas biz bitariki tashlug'uchi tarak etguchi emas biz ilohlarimizni an qawlik. Sening gaping tüpeyli. Sening gaping tüpeyli biz ilohlarimizni qanday qilmaymiz? Tashlamaymiz. Bu yerda shu tüpeyli degan tarjimani cho bilamiz. Senin sözünden yoki senin sözünge yoki senin sözünden keyin degan tarjimalar buningga mos kelmaydi. Faqatlam ta'lil ma'nosi mos keladi. Beshinchisi anning min ma'nosi. Endi minning ma'nosi bo'tdi. Minningki asosiy ma'nosi nima edi? İbtida ma'nosi bo'tdi. Shu ma'nosi maqsad qildi. Masalan, va huvallazi yaqbalu at-tawbata
an ibadihi. O Allah özünün bendelerinden qanday qiladi? Tövbəni qəbul qıldı. Müşərrəki mənası min. Və huvellezî yaqbalu tövbete min ibadihi. O özünün bendelerinden tövbəni qanday qıldı? Qəbul qıldı. Ən altıncısı bedel mənası var. Bedel mənası var. Hem de biz bedel mənası nə tərcümə qılatdıq? Bedel mənası olsa ornuğa bedelige degan tərcüməni beratdıq. Məsələn, bunun misalı nəhayət köp. Ən bedel mənası bək köp işlənildi. Məsələn, hucce an abik. Dadanın ornu qanday qıl? Həcc qıl. Yəni dadanın bedelige qanday qıl? Həcc qıl. Bedel həcc qıl deyimiz o. Şuna oxşar. Məsələn, sum an abik. Dadanın ornu qanday qıl? Roz tut. İf'alil xeyr an abik. Dadanın ornu qanday qıl? Yaxşılıq qıl. Bu nəhayəti köp işlətildiğin mənasındakı birisi. Mana bu anninki 6 xil mənası, bunun asasi mənası mücavazə mənası var. Yəni mücavazəni Uyğurluğa qiliblaşqan tərcüməsini hazırca bekitib bulunmadım, amma bunu sizlər düşünüşdə dintin mənası var, lakin bu dintin başlaş oxumada emas deyə düşünüb durun. Onda olsa bu anninki her bir mənasiga bir 6dan cümle bədim maskildağan məniga tutaşdırırsızlar. Birini örnek bədim. Məsələn, biz nədir köp deyimiz? Cezakallahu anni xayra. Cezakallahu anna xayra. Allah sizni, hem öyle baxsaq, Allah sizni bizdən yaxşılıqla mükafatlasın desək qanışam da, yoq. Allah sizni biz tüpeyli yaxşılıqla mükafatlasın. Biz səbəblik sizni qanday qılsın, yaxşılıqla mükafatlasın. Bizə qılğan yaxşılığınız tüpeyli, mənə qılğan yaxşılığınız tüpeyli sizin yaxşılıqla qanday qılsın, mükafatlasın. Bəyəgim o, din degan mənasida bəgən bolsaq, qanday qılmaydı, qalınlaşmaydı. Faqat illət üçün kelganlik üçün illət mənasini bir öydük, qalınlaşdı. Bizning bugungi darsimizdagi oxirgi mazmun kap. Endi kapniki hammamiz bilamiz. Bunun eng avvalgi ma'nosi qaysi deganda, bunun oldi bilan 4 xil ma'nosi bor. Bunun birinchi ma'nosi tashbih ma'nosi bor. Tashbih, ya'ni o'xshatish ma'nosi bor. Al-ilmu kan-nur, ilm nurga o'xshash. Az-zaydu kal-asad, zayd yo'llasdek, batur demakchi. Shunga o'xshagan o'xshatish ma'nosi bor. Aliyun kal-asad, Ali yo'llasga o'xshash. Bu eng asosiy ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi ta'lil ma'nosi var. Sebep, illet üçün keldiğen sebeplik tüpelde tercüme qilamiz. Misali, وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ Allah'ını sizlarni hidayet qilganlik üçün qanday qilinglar? Əslanglar. Allah'ını sizlarni hidayet qilganlik üçün əslanglar. Bu yerdeki kapninki illet ma'nosi var. Mesela bunun başka ayetlerden var. وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Ey Allah, ata-anamga rahim qısla, ula meni kiçik halatda östürgənlik üçün ula qanday qısla rahim qısla. Meni kəmə Rabbayani deki kapmı illet üçün. Şuna meni kiçik östürgəndək emas, meni kiçik tərbiyələgənlik üçün ula qanday qısla, rahim qısla. Bunun misalı mı? Xələ köp işlətildi. Kapның üçüncü mənası ala mənası var. Ala mənası var. Bunun misali kun kema ente. Kun kema ente. Bu nimdə tərcümə qılımız? Kun, bol. Kema ente. Sen, bu azı bunu kapını oxşuş mənasıda, təşbih mənasıda tərcümə qılsaq quraşmaydı. Bu ala mənasıda boğalıq üçün. Ne deyimiz? Kun ala ma ente. Yani sen boğan nəsinin üstügü bol deyin gəp, sen əsli mahiyyətin olan boğunundakı o bol deyin gəp. Axırqı 4-cü mənası ta'kidlash uchun keldi. Buni grammatikalik jihatda ortiq deymiz, ammo ortiq emas. Ya'ni Qur'on karimda ortiq narsa yo'q, ammo jumla mazmuni qanday qildi? Kuchaytirdi. Masalan, laysa kamithlihi shay. Allohning o'xshashi yo'q. Aslida bu yerda kap kamisimu laysa mithluhu shay desa, Allohning o'xshashi yo'q degan bo'ladi. Ammo kap yana nima uchun keldi deganda, faqatlam o'xshashi yo'q deb, o'xshash degan so'zni qanday qilish uchun, kuchaytirish uchun faqat nimasi yo'q, o'xshashi yo'q. Cümlenin mazmunu qanday qilish uchun keldi, kuchaytirish uchun keldi deymiz. Onda o'zi bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Buningki oxirgi ko'nikmasi berildi. Buni o'z munosib ma'nosi bilan tutashtirsizlar. Onda o'zi vaqtlar bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت